Anlayotganinglar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlı eser. 24. bab Hamza'nın Müslüman buluş. Müşriklarning Peygamber Aleyhisselam'a kılgan bazı hakaretleri tağısı Hamza ibn Abdülmuttalib'nin Müslüman buluşuğa sebep oldu. Hamza'nın qarindişinin oğlu bolgan Peygamber Aleyhisselam'a Ebu Cehil hakaret kılgan idi. Hamza'nın bir keniziki Hamza'ni bu işqi sükut qilib turganligi uchun ayıpladı. Hamza'nın qini qizib bir badbaxt Ebu Cehilni g'azab bilan tilladi va "Sen Muhammedni haqoratlamsan, men bo'lsam Muhammedning dinida" dedi. Allah Hamza'ning ko'zini haqiqat nuri bilan yuritdi. Shuning bilan Hamza eng sodiq musulmonlardan bo'lib qoldi. U musulmonlarni qo'g'dashda g'ayratlik, islom dinining dushmanlariga qarshi botur bo'lganlikdan Asadullah, Allohning yo'lvisi deb ataldi. Peygamber Aleyhisselam'ның sahabelerimi onunğa ergişkenlikleri üçün hakaretlerge uçurdu. Düşmenden himaye kılıdığan ve qoğdaydıgan uruk tuqqunu yoqla teximi şundaq boldu. Allah razı bolsala mundaq azar külpetle ular üçün şirin duyuladı. Ular İslam dininden yanmadı. Allah ularni dinida mustahkam qildi. İslam dinini ular orqali kamolatga yetkazdi. Ular burun zaminda ojiz bo'lgan bo'lsa, keyin zaminning podshohlariga aylandi. Buni Alloh taolo Qur'onda bu oyatda bayon qilgan. Biz Misr zaminida bozaq qilinganlarga rahim qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchi qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Sura Qasas 5-oyat. Allah Teala iradesini ishga oshirdi. İslam dini yo'lida kulpat chekkanlarning biri Bilal ibn Rabah edi. Bilal bo'lsa Qurayshlik Umayya ibn Xalafning quli edi. Umayya Bilalning bo'ynini arg'amchi bilan bog'lab, ushoq balalarga uni o'ynasin deb topshirdi. Bilal Allah bir dedi. Bilal shundoq qiyin ahvolda o'z holi bilan bo'lib qolmay Allah'ni bir deb turdi. Umayya Tomuzda shu vaqtida Bilalni issiq qumliqqa ilib chiqardi. Qum shundoq issiq ediki, biror parcha go'sht qo'ysa pishadi. Bilalning me'dasiga cho'ng toshni oldirib qo'yib, Muhammadni inkor qilib, Lat Uzza degan butlarga cho'qinmasang, mushundoq qiynab o'ltiraman dedi. Bilal Allah bir deb javob qaytardi. Bilal shundoq azob chekayotganda bir kuni Abu Bakr uning yenidan o'tib ketib deb, "Hey Umayya, bu bechora to'g'risida Allohdan qo'rqmamsan? Uni qachongacha qiynaysan?" dedi. Umayya Abu Bakrga, "Uni sen buzding, endi uni qutqizib boqmamsan?" dedi. Abu Bakr Bilalni setib olib azod qildi. Allah Teala Abu Bakr ve Umayya hakkında bu ayetlerini nazil kıldı. "Men sizlarni lavuldab turgan otdan agahlandırdım. Onunğa fakat haqni inkar qilgan, iman etishdan bosh tortgan baxtsiz odamlar kirdi. Paklanish uchun mol mulkini sarf qiladigan taqvo odam uningdan yiroq qilinadi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, fakat ulug' Robbining roziligi uchun bo'ladi. Uning o'zimi kelgusida cho'qim rozi bo'ladi." Sura Layl 14-oyatdan 21-oyatgacha. Abu Bakr melini sarf qilib, Bilalni setib olib azod qilganligining Allohning roziligi uchun bo'lganligini Alloh eslatib o'tdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu uchun bu sharaf yetarlik edi. Abu Bakr yana Bilaldan boshqa musulmon bo'lib, xo'jayinlarining jazolashiga uchragan qullardan bir guruh odamni azod qildi. Bilalning onasi Hamama va Omir ibn Fuhayra shular jumlasidan edi. Omir qattiq qiynashga uchrag'achqa o'zining nima deyotganligini bilmaydi. Safwan ibn Umayya ibn Xalafning qo'li Abu Fukayhani azod qildi.
musulmon bo'lganligi uchun qiynashga uchragan Zinnira ismli ayolni Abu Bakr ozod qildi. U qiyin qistoqqa elinib, ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Buning bilan uning iymoni texmi kuchaydi. Abu Jahl bulardan va agash kuchlardan ajablanmamsizlar. Muhammad da'vat qilayotgan din haq bo'ladigan bo'lsa, bulardan burun biz qabul qilgan bo'lardik. Bizdan burun haq yo'lni Zinnira toparmi? dedi. Allah Taala bunu oyatni nozil qildi. Kafirlar mu'minlar haqida agar islom dini yaxshi din bo'lsa edi, ular bizdan burun islomga kirib olmagan bo'ladi. Ya'ni oldi bilan biz musulmon bo'lardik dedi. Ular Qur'onning yo'lini tutmaganligi uchun bu qadimki o'ydirmadir deydi. Sura Ahqob 11-oyat. Bani Zuhraning keniziki Ummu Unaysni Abu Bakr setib olib ozod qildi. Uni Aswad ibn Abdi Yahuz qiynaydi. Ammar ibn Yasir va uning qarindoshi ota-onasi musulmon bo'lganliklari uchun qiyin qistoqqa ilingan edi. Ularni o't bilan qiynashadi. Payg'ambar alayhisalom ularning yonidan o'tib ketib o'tib, Yasir oilasi, sabr qilinglar, sizlarga jannat va'da qilingan. Ey Allah, Yasirning oilasiga mag'firat qilgin degan edi. Ular Payg'ambar alayhisalomning deganidek sabr qildi. Ammarning otasi bilan onasi qiyin qistoq ostida shahid qilindi. Ammarning o'zi bo'lsa qattiq qiynashga uchraganlikdan og'zida iymondan qaytganligini bildirdi. Abu Jahl Ammarni qiynab tumuz kunida savut kiydirib qo'yadi. Musulmonlar Ammar iymonidan yenib ketdi deydi. Payg'ambar alayhisalom Ammarning butkul vujudi iymon bilan to'lgan dedi. Allah Taala Ammarning murtadlar qatoriga kirmaydiganligini bayon qilib, bu oyatni nozil qildi. Kimki Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Qalbi iymon bilan mustahkam turib, majburlash ostida iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Lekin kufrlik bilan ko'ngli ozodi bo'lganlar mustasno emas. Sura Nahl 106-oyat. Habbob ibn Aratmo musulmon bo'lganligi uchun qiyin qistoqqa ilingan. U jahiliyat zamonida o'ljaga tushgan bo'lib, uni Ummu Anmar sotib olgan edi. Habbob to'mirchi edi. Rasululloh payg'ambar bo'lishdan burun Habbob bilan yaqin o'tadi. Payg'ambar bo'lgandan keyin Habbob musulmon bo'ldi. Habbobning ayol xo'jasi uni o't bilan qiynaydi. Habbobni iymondan yondirish uchun qizitilgan to'mirni uning dumbisiga yoqadi. Buning bilan Habbobning iymoni texmi kuchaydi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni Ka'baning soyasida chapinini beshiga qo'yib aramayotganda Habbob uning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, bizga duo qilmamsan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom qizargan holda, ilgirki ummatlardan musulmon bo'lganlarni kofirlar to'mir taqoqlar bilan qiynagan. To'mir taqoq ularning go'sh va paylaridan o'tib so'nkiga yetib borgan. Har bilan ularning beshini haridab yerib o'tgan. Munda qiynashlar ularni dindan qaytara olmagan. Ulug' Alloh islom dinini cho'qim ustunlikka ega qildi. Hatta ulug'liq yo'lovchi San'a shahridan Hazramavtgacha mangsimi Allohdan qo'rqishdan boshqa hech nimadan qo'rqinish hech qilmaydigan, bo'ri qo'yga qitilib qolsimi qo'rqmaydigan bo'ladi dedi. Bu so'zlarni Payg'ambar alayhisalom shunday qiyin sharoit ostida aytganki, kelajakda kuch-quvvat va baxt saodatga erishishni eng aqlliq va eng dono odam tasavvur qila olmaydi. Buni faqat Alloh taolo vahiy orqali Rasulullohga bildirgan. Ondan keyin Alloh taolo musulmonlarning irodasini chingitish uchun mono oyatlarni nozil qildi. İnsanlar iman ettik deb qo'yish bilanla sinalmaymiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinagan. Alloh rasullarni cho'qim biladi. Yolg'onchilarni cho'qim biladi.
Sura Ankabut 2-3 oyatlar. Musulmon bo'lganliklari uchun azar kulfatlarga uchraganlarning ichida Abu Bakr Siddiq bor edi. U o'ziga mushriklarning aziyati kuchaygan chaqda Makkadan Habashiston tarafga hijrat qilish qaroriga keldi. U otlanib Barkal-G'amat degan joyga kelganda Ibn Dag'na degan odamga uchrab qoldi. Ibn Dag'na Qara nomli cho'ng qabilaning boshlig'i edi. U Abu Bakrdan qayerga boradiganligini so'radi. Abu Bakr qavmining haydab chiqarganligini, zaminda sayohat qiladiganligini, Allohga ibodat qilmoqchi ekanligini aytdi. Ibn Dag'na: "Sendek odamning haydab chiqarilishi to'g'ri emas. Sen bo'lsang yo'qsullarning holidan xabar olasan. Xish aqrabolarga sil rahim qilasan. Ojizlarni yulaysan. Mehmonlarni yaxshi kutasan. Mazlumlarga yordam qilasan. Qaytqin. Men sana boshpanoh bo'laman. Robbingga o'z yurtingda ibodat qilgin", dedi. Abu Bakr uning bilan birlikda qaytib keldi. Ibn Dag'na Qurayshning kattalari bilan ko'rishib, ularga: "Abu Bakrdek odamning haydab chiqarilishi to'g'ri emas. Yo'qsullarni yo'qlaydigan, xish aqrabolarga sil rahim qiladigan, ojizlarni yulaydigan, mehmonlarni yaxshi kutadigan, mazlumlarga yordam beradigan odamni yurtidan chiqarib o'tamsizlar", dedi. Quraysh xalqi Ibn Dag'naning boshpanohligini qabul qildi. Ular Ibn Dag'naga: "Abu Bakrga aytqinki, Xudoyiga ho'ylida ibodat qilsin. Namozni va Qur'onni ho'ylisida xolig'inicha o'qisin. Bizga azor bermasin. Diniy faoliyatlarini ashkora ilib bormasin. Xotin bola chaqalarimizni dinidan ozdirishidan qo'rqamiz", deyishdi. Ibn Dag'na ularning so'zlarini Abu Bakrga yetkazdi. Shuning bilan Abu Bakr o'z ho'ylisida ibodat qildi. Namoz, Qur'onni ho'ylisida o'qidi. Abu Bakr keyincha ho'ylisining saynasiga bir masjid soldirdi. Masjidda namozni, Qur'onni ashkara o'qishga boshladi. Mushriklarning xotin bola chaqalari kelib, Abu Bakrning diniy faoliyatlariga ajablanib qaraydi. Abu Bakr dili uzuk odam bo'lib, Qur'on o'qiganda o'zini to'xtatib olmay yig'laydi. Buningdan Qurayshning cho'nglari cho'chib, Ibn Dag'nani chaqirtib kelib: "Biz sening boshpanohligingni qabul qilib, Abu Bakrga ho'ylisidala ibodat qilishga ruxsat qilgan edik. Hozir u buningdan halqib, ho'ylisining saynasiga masjid silib, namozni, Qur'onni ashkara o'qimoqda. Biz uning xotin bola chaqalarimizni ozdirishidan qo'rqamiz. Ho'ylida yushurin ibodat qilishga unisa, mayli, qilaversin. Unda qilmay ibodatni ashkara qilaman deydigan bo'lsa, uningdan boshpanohligingni qaytarib ol. Sening zimmanga olgan va'dangni buzishni xo'p ko'rmadik. Abu Bakrning ashkara ibodat qilishini loyiq topmaymiz", deyishdi. Shuning bilan Ibn Dag'na Abu Bakrning qishig'iga kelib: "Va'dimiz sana ma'lumliq. Yoki shu bo'yicha ish qilishing kerak, yoki mening sana bergan boshpanohligimni qaytarib berishing kerak. Men himoyamga olgan kishi to'g'riliq arablarning meni lavzida turmabdi deyishini yoqtirmayman", dedi. Abu Bakr uningga: "Men sening boshpanohligingni qaytarib beraman. Allohning boshpanohligiga roziman", dedi. Bu ish Abu Bakrga cho'ng aziyat yetishga sabab bo'ldi. Qisqasi, aziyat tortmagan bir musulmon qolmadi. Lekin bu aziyatlar ularning mustahkam maydoni va kuchli iymoni oldida qarg'i kelmadi. Chunki ular bu dunyoda biror narsaga erishish g'arazida musulmon bo'lgan emas. Shunda g'arazda bo'lgan bo'lsa, ularni iymondan yondirish oson bo'ladi. Lekin Alloh taolo ularni iymonning haqiqatini tushunishga muvaffaq qildi. Iymonning oldida har qanday jafo mushaqqat ko'zlariga ko'rinmadi. Quraysh kofirlari musulmonlarga qilgan ziyonkashliklarining foyda bermaganligini, ziyonkashlik qilgan sari ularning iymonining taxami kuchaydiganligini ko'rib, yig'in ichib maslahatlashdi. Abdushams ibn Abdumanab jamiyatidan Utba ibn Rabi'a qavmi ichida gapi o'tadigan boshliq edi. U
Hey Quraysh jamoasi, men Muhammadning qishig'i berib so'zlashib baqay. Onunğa bir qancha ishni taklif qilsam, birasini qabul qilar. Shuning bilan bizni islom diniga da'vat qilishdan to'xtab qolar, dedi. Qurayshlar uning fikriga qo'shildi. Utba Rasulullohning huzuriga bordi. Payg'ambar alayhisalom masjidda namoz o'qiyotdi. Utba uningga: "Hey qarindishimning o'g'li, o'zingga ma'lumki, sen bizning oramizda zotingmi, naslingmi asl odamsan. Sen hozir cho'ng bir ishni maydonga qo'yibsan. Buning bilan xalqingning birligini bo'lib ularni aqlsizlikqa chiqarding. Ularning ma'budlarini, dinini ayiblading. O'tgan ota-bolarini kofirlikqa chiqarding. Mana quloq sol. Sana bir qancha ishlarni taklif qilmoqchiman. O'ylab baqib, birarsini qabul qilarsan, dedi. Rasululloh Utbaga: "Qani aytqin, anglab baqay", dedi. Utba: "Hey qarindishimning o'g'li, sening yangi dinga da'vat qilishdan maqsading boy bo'lishdi bo'lsa, mol yig'ish qilib berib, seni hammamizdan boy qilib etsak, agar shon sharaf izlaydigan bo'lsang, seni boshliq saylab, har qanday ishni sening maslahating bo'yicha qilsak, podshoh bo'lmoqchi bo'lsang, seni o'zimizga podshoh qilsak, agar sening harakatlaring jin chaplashib qolganlikdan bo'lib, chorasiz qolgan bo'lsang, saqayg'iningga qadar davolatib, chiqimini biz bersak, kishi davolanmoqcha olvastidan qutulolmaydigan ahvollarmi bo'ladi, dedi. Rasululloh Utbaga: "So'zlab bo'ldingmi?" dedi. Utba: "So'zim tugadi", degandan keyin Rasululloh uningga: "Endi menga quloq sol", deb Qur'ondagi Fussilat surasining bosh tarafini o'qidi. Nihoyatda shafqatlik, mehribon Alloh tarafidan nozil qilingan, biladigan qavm uchun oyatlari ochiq bayon qilingan bu kitob arabcha Qur'ondir. U xo'sh xabar berguchi va ogohlantirguchidir. Lekin insonlarning ko'pinchisi uningdan yuz o'radi. Shunga ular uningga quloq solmaydi. Ular payg'ambarga: "Bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilayotgan narsalardan pardalangan. Quloqlarimiz ig'ir. Sen bilan bizning oramizda parda bor. Sen o'z ishingni qil. Bizmi haqiqatan o'z ishimizni qilayli", deydi. Ey Muhammad, sen ularga: "Men sizlarga o'xshash insonman. Biroq menga sizlarning ilahinglar faqat bir ilahdir" deb vahiy qilinadi. Uningga yuzlaninglar va uningdan mag'firat tilanglar, degan. Zakat bermaydigan, oxiratga ishonmaydigan mushriklarning holiga voy. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga albatta davomliq savob beriladi. Sen ularga: "Sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilsanglar va uningga shirik keltirsanglar bo'lamdi. U olimlarning parvardigoridir", degan. U to'liq 4 kunda zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barakatli qildi. Zamin ahlining rizqini belgiladi. Mana bu so'rg'uchilar uchun javobdir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki o chaqda osmon tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki majburiy holda borliqqa kelinglar degan edi. U ikkisi: "Biz ixtiyoriy holda keldik", dedi. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Her osmon haqida onunga munosib hukm tushirdi. Eng tuvanki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu hammadan g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Agar ular imondan bosh tortsa, sen ularga: "Men sizlarni Od va Samud qavmlarining boshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantiraman", degan. O'z vaqtida payg'ambarlar ularga har tarafdan kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar desa, ular: "Agar Parvardigorimiz payg'ambar avatishni xohlasa edi, cho'qim farishtalarni tushirgan bo'ladi. Biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz", degan edi. Sura Fussilat
1 oyatdan 14 oyatgacha. Utba Rasulullahning og'zini tutib olib, "Urug' tuqqanchilikning haqqi hurmati uchun tilovatingni to'xtatsang", dedi. Utba qaytib borganda Quraysh xalqi uningdan ishning natijasini so'radi. Utba: "Azbiray Xudo, Muhammaddan shundoq so'zlarni angladimki, undaq so'zlarni hech qachon anglagan emasman. Azbiray Xudo, o so'zlar she'rga o'xshamaydi, kohillikka o'xshamaydi, sehrga o'xshamaydi. Ey Quraysh jamoasi, so'zimni anglab Muhammadga chaqilmay, uni o'z mayliga qo'yib biringlar. Azbiray Xudo, Muhammadning men anglagan so'zlari cho'qim dong chiqaradi. Muhammadni boshqa qabilalar ujuqtirib etsa, oningdan oson qutulgan bo'lasizlar. Agar u g'olib chiqsa, uning g'albisi sizlarning g'albanglar bo'ladi", dedi. Quraysh mushriklari Utbaga: "Muhammad sening ko'zingni bog'labdi", deydi. Utba: "Mening ra'yim yuqoriqidek", dedi. Ondan keyin mushriklar Rasulullahga ikki taraf bir-birining qilgan ibodatiga o'rtoqlashish taklifini qo'ydi. Alloh bu haqda Qur'ondagi "Qul ya ayyuhal kafirun" surasini nozil qildi. Ey Muhammad, seni butlarga cho'qinishga undiguchi kofirlarga aytqinki: "Ey kofirlar, sizlar cho'qinayotgan butlarga men cho'qinmayman. Sizlarmi men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qilmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarga mening cho'qinganim yo'q. Sizlarningmi men ibodat qilgan Allohga ibodat qilganinglar yo'q. Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchundir." Sura Kafirun 1 oyatdan 6 oyatgacha. Payg'ambar alayhisalom: "Sizlar meni Allohga shirik keltirish to'g'risidagi taklifinglarni qabul qiladi deb xayol qilmanglar", dedi. Mushriklar buningdan umidini uzgandan keyin Rasulullohdan Qur'ondagi ularning ochiqini keltiradigan, butlarni ayiblaydigan, mushriklarga tahdid soladigan oyatlarni yengushlashni yoki ularni o'zgartirishni talab qildi. Alloh taolo ularga javoban mono oyatni nozil qildi. "Men uni o'zimcha o'zgartirmayman. Men faqat menga vahiy qilingan vahiyga amal qilaman", degan. Sura Yunus 15 oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhisalomning Quraysh kofirlari bilan bo'lgan munosabati jarayonida shundoq bir voqea bo'ldiki, bu ojizlarga sil qaraganlar uchun nurliq chiroq bo'ldi. Bir kuni Payg'ambar alayhisalom Qurayshning kattalari va mo'tavarlarini jalb qilish uchun ular bilan o'ltirib, ularga Qur'onni va dinning ta'limotlarini tushuntirib o'tadi. Bu chaqda ilgari musulmon bo'lgan Ama Abdullah ibn Maktum chiqib keldi. Payg'ambar alayhisalom Quraysh cho'nglarining yumshoq muomalasiga qarab, ularning musulmon bo'lishini umid qilib, shular bilan bo'lib ketgan edi. Maktum Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Rasululloh, sana Alloh bildirgan narsani menga o'rgatsang", degan so'zni ko'p qitim takrorladi. Bu so'z Payg'ambar alayhisalomga og'ir kelgan bo'lsa-mu, uning so'zini bo'lib o'tishni xo'p ko'rmadi. Maktum bilan so'zlashay desa, Quraysh mo'tavarlarining Maktumdan nafratlanishidan insirab, uningga qaramay qo'ydi. Bu to'g'rida Alloh Payg'ambar alayhisalomga Kayib Abasa surasining bosh tarafini nozil qildi. U, ya'ni Muhammad alayhisalom yaniga Ama kelganligi uchun tarini turdi va ta'tur qaradi. "Ey Muhammad, sen bilamsan, balkim o sendan olgan ma'rifat bilan gunohlaridan poklanib qilishi yoki vaz nasihat anglab uningdan foydalanishi mumkin edi. O'zini behojat hisoblaydigan odamga kelsak, sen uningga yuzlanayotsan. U kufrdan poklanmasa, sana nima ziyni? Allohdan qo'rqib sening yaningga yugurib kelgan kishiga kelsak, sen uningga qaramayotsan." Sura Abasa 1-oyatdan 10-oyatgacha. Mushuningdan keyin Payg'ambar alayhisalom biror faqir odamga qopqona turgani yo'q. Payg'ambar alayhisalomning qishig'a Abdullah ibn Maktum kelsa,
Haqqida menga Rabbim koyigan kishini qarshi olaman, deydi. Müşriklar özlerining o'ttirg'a qo'ygan talablarining oqmaganligini ko'rib, boshqacharoq yo'l tutmoqchi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomdan mo'jiza ko'rsatishni talab qilish orqali uni mot qilmoqchi bo'lishdi. Ular yig'ilib, "Hey Muhammad, rost payg'ambar bo'ladigan bo'lsang, biz talab qilgan mo'jizani, ya'ni oyni ikkiga bo'lib ko'rsat", dedi. Allah payg'ambar alayhisalomga bu mo'jizani berdi. Ay yerilib ikkiga bo'lindi. Rasululloh, "Ana qaranglar", dedi. Bu qissani eng dastlab musulmon bo'lganlardan Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilgan. Uningdan keyin ko'p kishilar rivoyat qilgan. Bu qissani Allah Ulug' Qur'oni Karimda bayon qilib, undaq deydi: Qiyomat yaqinlashdi. Oymu yerildi. Sura Qamar 1-oyat. Müşriklar bu çoğun mo'jizani ko'rib, ba'zilari "Muhammad sizlarning ko'zinglarni bog'labdi", dedi. Allah ular haqida bu oyatni nozil qildi. Kafirlar birer mo'jizani ko'rsalar, uning ishonishdan bosh tortib, bu davomlashib kelayotgan sehrdir deyishdi. Sura Qamar 2-oyat. Shuningdan keyin ular tarsaliq va qarshilik qilish maqsadida payg'ambar alayhisalomdan yana mo'jiza ko'rsatishni talab qilishdi va Qur'onda Isro surasida bayon qilingandek mundaq deyishdi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmoqchi, yoki sening xorma üzümler o'sgan va o'ttirisidan o'stanglar eqib turadigan bir big'ing bo'lmoqchi, yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirmoqchi, yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirmoqchi, yoki sening oltindan uying bo'lmoqchi, yoki sen osmonga chiqmoqchi, biz sana hergiz ishonmaymiz. Toki Allah tarafidan sening uning bandisi va payg'ambari ekanliging yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni olib tushmoqchi, sening osmonga chiqqanligingga hergiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, aytqinki, Allah pokdir. Men faqat bir payg'ambar insonman", dedi. Sura Isro 90-oyatdan 93-oyatgacha. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasligi mumkin. Sura An'am 109-oyatning bir qismi. Ularning diliga o'rnashgan mutaassiblik va qarshilik tufaylidan ularga qancha ko'p mo'jizalar ko'rsatilsa-mu, iymon etmaydiganligini Allah biladi. Allah buni yuqorqi oyatda bayon qildi. Kafirlar payg'ambarlarni mot qilish maqsadida ulardan mo'jiza talab qiladi. Payg'ambarlar kafirlarning iymon etishdan bosh tortganliklarini ko'rganda, o'z qavmlarining Ad va Samud qavmlaridek halok bo'lmasligi uchun kafirlar talab qilgan mo'jizalarning maydonga kelishini Allohdan so'ramaydi. Allah'ның tövendeki sözü şu ma'nini uqtirdi. Mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilarning mo'jizalarni yolg'onga chiqarganligi sababidandir. Sura Isro 59-oyatning bir qismi. Müşriklar musulmonlarga paket qo'yish orqali qarshi turishga ojiz kelib, kuch ishiltish usulini qo'llandi. İbrahim alayhissalomning qavmi uningga qarshi turishga ojiz kelganda shundoq usul qo'llangan edi. Qur'onda İbrahimning qavmining tilidan mundaq deyilgan: İbrahimni o'tga tashlab ko'ydirib, ularga yordam beringlar. Sura Anbiya 68-oyatning bir qismi. Müşriklar musulmonlarni Rasulullohga agishishdan tuzish maqsadida ularga jangkashlik qilishni kuchaytirdi. Qo'lidan kelgan barliq choralarni ishga soldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalariga zaminga tarqalib ketinglar, Allah uzunga qolmay sizlarni birlashtirdi, dedi. Sahobalar boradigan joyni so'rab edi. Payg'ambar alayhisalom Habashiston zaminini ko'rsatdi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.